Eyvallah, sizlar bilan Ziko bildirib, bugun balansimizni 2 mingga to'ldirib olganmiz. Buni ko'tarishga harakat qilamiz. Mana Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, har kuni promokod tashiyman. Mana har doim olishgan. Mana bu yerda ham 99 lik tashaganman. Mana bitta odam olgan. Bu yerda ham. Hop, qanaqa balans to'ldiraman desanglar, mana bu yerda Uzcard bor, Visa bor, Payme, Click bor, Steam bor, Bitcoin shunaqa narsalar bor, ton shunaqa. Hop, sizlar misol uchun 100 mingga balans to'ldirmoqchi bo'lsanglar, sizlarga 655 bitcoin beradi. Sizlar bu yerga Ziko deb yozsanglar, 20% chegirma ham 20% omadinglar oshib beradi. 786 bitcoin beradi. Telegram silkasi profilda, YouTube kanal profilda. Qani ketdim, boshlaymiz. Birinchi nima ochamiz? Hamma kommentariyaga ID'sini yozib qo'ysin, keyingi videoda 63 ta tashlayveraman yoki 123 ta tashlayveraman. Jos risk qilmaymiz boshida. Qani mana shu bitta 95 likdan bittali ochib ko'ramiz. Oxirroqda risk qilishga harakat qilamiz. Qani ketdi. Bitta bervor bitta. Bu хорошо. Sotamiz buni. Chiqib ketishga harakat qilamiz. Chiqib ketdik. Hop, mana bitta bonuslar bor. Pul tashlaganinglarda beradi buni. Mana tekniga 50 bitcoin oldim. Osman plyusdaman. Endi nima ochamiz endi? Normallar okey spam. Har kuni bola Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar, har kuni 99 lik tashiyman pas. Shoxdan kichik harf bilan ochib ko'raman. Ketdi. Istoriylar berib. To'xta. Propusк bilan ochib chiqib ketamiz. Qani bu qanaqa keyslar bor? Eranglar bitta ochib ko'raylik-chi, qani berar ekan. Ko'p ochmaganman. O'rtan chiqdi. Voy beror. Yaxshi plus. Yana bitta ochib chiqib ketamiz. Videoni где-то 15 minutlik qilish kerak. Ana plus berdi, hozir bizda easy plusdamiz. Qani nima bor? Mana 149 likdan ikkitali ochib ko'ramiz. Ikkitali emas, bitta ochaman. Videoda hozir ikkitali. Birinchi hafta qani. Beradi. 20 minut. Shmiravarda bitta risk qilib ko'ramiz. 259 lik. Sizga internet qotib qoldi bola. Ketdi. Plus. Хорошо. Bitta ochib ko'ramiz endi. Bug bo'ldi shekilli. Hayo. Yuqori hafta ochib chiqib ketamiz. Oxirgisi. O't 9 milliga. Iloji boricha kattaroq yuzga chiqarishga harakat qilish kerak. 1700 balans qoldi. Mana alidan ochib ko'ramiz, shuchtali. Ketdi. O'rtancha hafta. Voy bir
700 бер. Плюс бер. О, хорошо. So'ruvdik. 2000 balans bo'ldi endi. Chiqamiz bundan. İşte bir qanaqa hisoblasam bo'ladi. Davay taktik qilamiz. Shuni 10 TL ochamiz-da. Shartnomaga chiqamiz keyin. Kontraktga. Minus. Oho, ancham yediradi-yu. Olib chiqib ketmadi. 386 ga qildik. Chiberadi. Plus. Buni endi balans qaytarish uchun plusga kirish uchun buni 8 ga qo'yamiz. Oho, hamma tushdimi? Davay. Yur. Bля, kod. 900 minus. Shundan bitta reys qilib ko'raylik. Davay. 2 hafta yedirish foizi kamroq bo'ladi. Любой золотой чувар. To'xta! Endi 4-hafta ketdi. Yana shuni berdi. Bitta shuni ochib chiqamiz. Mana shans ancha katta. Nechi foiz mana shu mashina? 5%. Yedi bordi-yu. Ha, bu pas oshmaganmikan? Yedirvordi. Bolalar olsa balansimizdan yana 100 ming to'ldirib kiramiz. Mana balansimizdan to'ldirib oldik. Endi yana davom ettiramiz. Qanaqa hisobchi bo'ladi? Tak, mana shu Messi bilan Ronaldoni ochib ko'ramiz, qaysi birisidan plus beradi. Ikkalasini ham kichik hafta yedirish foiz kamroq bo'ladi. Umuman 8% ekan. Ha, shu 8%. 709 berdi Messi. Endi Ronaldodan tosh ko'ramiz. Kichik hafta. Qutma. Qani Ronaldo. Kichik hafta qo'yib ketdi. Davay. Ronaldo. Vay, Ronaldo minus berdi. Bunga yana bitta imkoniyat beramiz. Chunki bu Cristiano Ronaldo. Voy bela. Necha foiz bu? Bu 22% ekan. Yana bitta imkoniyat beramiz. Voy, yana shunaqa foiz. Bekor ochdim-da yavrum. Qanaqadir keyslivam kattaroq. Estinofni o'tib ochib ko'ramiz. Bitta yana risk qilamiz. Bu qanaqa keys bu? Imperiya. Yedirish foizi kamroq bo'lsa kerak. Ketdi-da. Bor pulni ochdi. Davay, bitta pichoch bor. Necha bo'ladi? Voy bela. Talaga ham yetmayapti-yu. Davay, tushvor bitta pichoq endi yedirganingga yarasha. Shuncha ko'p bo'lmaylik. Yomon yedirvordi. 316 balans. Ketdi 3 talik.
Endi to'g'ri qilamiz. Shuni propus bilan ochib plus hammasini shartnoma yetib qolamiz. Qirq birga ochdim, qildim. 205. Shader o'tdi. Tushunmadingiz? Yo'q. Hozir bola yana 100,000 dollar yana kiramiz. Bola bu oxiri esa 100,000 dollar sham. Hamma pulimni tiqordim hozir. Qani endi bitta kichkinaroqdan ochamiz. Palov. Ikkitali. Давай plus 1. Yaxshi. Zo'r. Только plus 1 tursa yaxshi bo'lardi. Balans bor. Kenta keda. Shundan 5 tala ochaman-da. Upgrade qilib o'tiraman hammasini. Хорошо. Minus belgilari faqat upgrade qilaman. Yuzga qo'yaman. 25%. Tushmadi. Aldaysan ko'rsatdi. 120 ga qo'yaman endi buni. Пропуск bilan давай. Tush. Хорошо. Tushdi. 59 ga 180 ga qo'yamiz. Tusharmikan 31%. Mushkina. Bir ichiga qo'ysam bo'ladi. 2 ga qo'yaman. Tushdi. Tushsa plusdamiz. Tushmadi. Bilan siqtiramiz. По-любому plus degan so'z. 1300 balans bor. Uzr bola. Bola Telegram kanalga o'tib qo'yinglar, har kuni promokodlar tashlayman. U yerda 299 lik promokodga konkurs bor, kirib qatnashib qo'yinglar. Давай. Почему? Zaynab beshinchi minus berish. Hech plus bermayapti, normalmi? Mayli. 520 ga ochaman. Kontrakt qilaman. Хорошо. 520 ga. Shundan bitta 5 tala ochib ko'raylik, qanaqa kelsa ekan. Plus 5 lik hech o'tmagan. Bu zalda shu bor. Turbordi-yu. İkinci ochmayasan. Shunda 10 tali ochanda minus bergan, upgrade qilib o'tiraman. Ketdi. O'tdan chiqdi. Давай, любой миф швор. Ketdi.
Voy, menga tushmadi. To'qson to'qqizga qo'yaman. Propust qilamoqsan. Ishla. Tushdim. Shuni yuzga qo'yib turib chiqib ketaman. Kontrakt qilaman. Nachib chaqdi oladi. 15 minutlik bo'lib ketibdi video уже. Tezroq tugatishga harakat qilamiz. 450. 450 nechi beradi? 350 beradi. 100 minus. 350 ne? Qani? Ichiga qo'ysa bo'ladi. 350 ni birinchi 700 ga qo'yib 700 ga qo'ydik. Tushmadi. Voy, tushdi. Хорошо. Endi buni 750 ni chiqamiz. 700. Olsa bo'ladi. 700 1500 ga qo'yaymi yoki 1400? 1400 ga qo'ysam 50% bo'ladi. 47%. Tusharmikan? Davay, yur, qolib ketma. 417.14. 417.14. Mingga qo'yaman. Davay, tush. Bas bitta qaraychi. Ishla. Bolalar bo'pti, hammaga xayr bolalar. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Like, obuna bosib qo'yinglar.